Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari, sizlarga bir voqeani aytib bermoqchiman. Kecha ko'zim bilan ko'rgan holatni aytib beraman sizlarga. Menga mana bunaqa go'zal holatdagi savatlarimizdan zakaz bo'lib qolganda o'zim savat sotaman. 3 yillik tajribaga o'zim savat o'qiyman. 3 yillik tajribaga egaman. Lekin kecha shu savatni yana bir uyga borgandim. Haqiqatda ko'rib ko'zimga yosh keldi. Sababi bu oddiy bir savatga qanday qilib ko'zingiz yoshlanishi mumkin deyishingiz mumkin. Lekin buni o'qigan insonni ko'rsangiz ko'zingiz yoshlanadi. Nimaga demoqchi bo'lsangiz, bu savatni to'qiydigan insonning ko'zi ojiz ekan. Mana Alloh taoloyim shu mehribonchiligi sababli qo'li bilan qalbi bir his qilgan holatda shu savatni shunaqa go'zal holatga keltirib chiqaradi. Kecha ko'rib biroz ko'zimga yosh oldim. Narxini ham uncha tortishmadim. Sababi bu savatni ko'rib haqiqatda aka siz bir qo'lingizdan juda go'zal holatda narsa ko'rdingiz. Buni sababi Alloh taolo sizga shunday bir inomni yaratibki, siz shunday bir mo'jizani yaratyapsiz. Ya'ni ko'zingiz ko'rmaydi, qalbingiz eshitadi xolos, qalbingiz qo'lingiz bilan shu ishorani qilib, har bitta gulni ko'ryapsiz. Mana 6 qator, 9 qatorli gulni faqat qo'li bilan qilyapti. O'zi ojiz inson. Keyin shunda bir mendan bir savol tug'ildi. Bu gullari oxiri nihoyasiga yetadigan joyda qanday bir holat yuz beradi? Yoki mana bu o'rtasida qilinadigan narsada qanday bir holatda to'xtatasiz degan savol menda